Yo'q. Mani shogirdim mashinasini nega jarima maydoniga tiqib qo'yding? Kimsan o'zi? Serjant Shovvozov. Tushunmadim. Sizlar kimsizlar? Hujjatlarni ko'rsating. Qanaqa hujjat? Sen meni kimligimni bilmaysanmi? Yo'q. Ustoziman. Mana shu yigitni. Tushunmadim. Agar jarimasi bo'lsa, sizni ham ustozingizni olib borib tiqaman kerak bo'lsa. Hujjatlarni taqdim eting. Hujjatlarni hozir. Hozir men senga hujjatni o'zini taqdim etaman-da. Xo'pmi? Hozir. Ustoz bosing. Alo. Assalomu alaykum. Ma, gaplash. Alo. Agar qora Malibuni ushlab turgan bo'lsang, tezda qo'yib yubor, tushundingmi? Xo'p bo'ladi o'rta boshliq. Xo'p. Bo'ldimi? Hujjatlarni taqdim eting. Hurmatli fuqaro. Sen kimsan o'zi? Boshlig'ing gapini ham ikki qilasanmi? Qo'yib yubor deb, qo'yib yubor. Hujjatlarni ko'raman. Hammasi joyida bo'lsa, aka ketaverasiz, marhamat. Hujjat yo'q senga, tushundingmi xullas? Avvalambor o'zing men ko'rsatchi diskotekangni. Nima? Komandir ustoz ozgina adashib qoldi. Dezinfeksiyangizni ko'rsating. Dislokatsiya so'rayapsizlarmi? Hozir u Oh my God.